Voy, tez qochish kerak bu yerdan. Voy, onasini emsa, nima qildi bunga? Kirisi urib qochib ketdimi? Uka, keyingi safar mashinani urganingda ham hech qachon qochib ketma. Bunga kuchli javobgarlik bor. Birinchisi, 137-modda qo'llaniladi. Ikkinchisi, mashinani zararini полностью qoplab berasan. Uchinchisi, 10 ta minimalka va eng qizig'i, to'rtinchisi, prava bilan xayrlashasan. Oramizda jabrlanuvchilar bormi? Tasavvur qilib ko'ringlar. Mashinalar tashab ketdinglar. Qaytib kelgan yilda qattiq urilgan. O'rtoqlar shu paytda mashinalarni umuman qimirlatib qo'ymanglar. Birinchi qiladigan ishinglar 102 ga telefon qilinglar. To'liq holatni tushuntirasizlar va avariya bo'lgan joyda o'rtoqlar kamerasini полностью ko'tarishadi. Qochib ketgan odamning nomerini sirasi aniqlashtirib berishadi va bitta minus tarafi o'rtoqlar mashinalar shtraflashga ketadi. Avariya qattiq bo'lmagan bo'lsa, o'rtoqlar rozi bo'lib qo'yaverasizlar. Menga o'xshab juda ham ko'p ma'lumotlarni o'tkazib yuborasiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying.